Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bugungi obzorimiz Samarqand viloyat Oqdaryo tumani Yanqo'rg'on panshanba mol bozori to'g'risida bo'ladi. Bugungi sanamiz 8-yanvar haftaning panshanba kuni. Bu bozorimiz faqat panshanba kuni bo'ladi. Hozir ichkariga kirib mayda va katta mollarning narxini yoritamiz inshaalloh. Azizlar, kirganda shunday qo'y bozor. Bu nechi bo'ldi? Qayerda u? Sotilar. Oldingizmi? Sotilar. Sotiladi ham nechi puldan? 3 million, ikkovi. 1,5 milliondan 3 million. Bunisi-chi? Bunisi ham 1,5. Bular takami qanaqa? Ayol. Ayolli ham tug'adigani. Bozorga kirgandan keyin odam juda gavjum, haqiqatan ham mana. Shunday kirganda qo'y bozor, bu tarafga mol bozorga o'tib boramiz. Mana hozir mol bozorga keldik. Mayda mollarni inshaalloh narxini yoritamiz. Bu tarafga bozorni ko'ryapsizlarmi? Haqiqatan ham tiqilinch odam. Bitta like-ni bosamiz azizlar. Mana like-ni bossak videomiz keng ommaga tarqaladi. Bitta so'raymiz. Aka, assalomu alaykum. Bu nechi pul? 13 million. Bozor nechi pul savdo qildi? 12 ya, mana. Bitta so'raymiz. Bu nechi pul? Assalomu alaykum. 12 million kammi? 12 million. Unisi-chi? Bunisi 12 kammi? Bozor nechi pul so'rayapti? Beraymi, yarim ko'rganlar. Bozor har xil so'ragan ekan. Mana bu tarafga hozir mayda mollarning narxini yoritamiz inshaalloh. Bular nechi pul, aka? 12,5 ga 13,5 ga bermadim bularni. Bu 12,5, bular 13,5. Ha, bermadim. Bermadingiz. Ko'ryapsizlarmi? Hozir bu tarafga kelgan. Assalomu alaykum. Nechi pul bu? Yaxshi, alhamdulillah. Mana egasi, mana bolam. Yo'q, egasini emas, faqat molni siyon qilamiz. Narxi nechi pul? Aka, bu 16,5 deyapti, 15,5 so'rayapti. Ha, 15,5 bozor so'radi. Bunisi-chi? Bunisini 11,5 so'rayapti, 12 deyapti. 11,5 so'rayapti. Egalari 12 so'rayapti. Azizlar, bu taraf hozir loy, bu tarafga o'tamiz. Aka, bu nechi pul? 18. Ha? 18. 18,5. Bularchi? Yarım et so'rayapti. Ikkovi 30. 18. Ha, 18 ga 18,5. Maşallah. Hozir bu tarafga o'tamiz. Bu nechiga sotildi? Yo'q, hozir sotdik buni olim aka. Nechiga? 16,5 ga berdim. 16,5 ga berdingiz, ha? Baxtiyor aka, qandaysiz? Siz yaxshimisiz? Bozorga narx-navo qanday bo'lyapti? Hozir olish kerak, ha? Yaxshimi? Yaxshi mol ketyapti. Ketyapti. Nechi pul ekan? Baxtiyor aka, kechagi qishloqingizga bordik. Ha, sementallar. Ha, sementallarga. Zo'r ekan. Ha, qo'shningizda? Qancha bo'liga? 16. Hozir bitta ko'rsatamiz. Bular hammasi olingan variant. Egalarini topsak narxini chiqaramiz inshaalloh. Bitta ko'rsatamiz. Aka, bular nechi pul? Assalomu alaykum. 18 ga 15 million. Ha, unisi 15, bu 18 ha? Bozor so'raganimi? Bozor 18 so'radimi? 17,5 bozor so'rayapti. Unisi-chi? 15. 15 so'rayapti. Bular nechi pul aka? Assalomu alaykum. 22 million so'ragan ha? Qandaysiz? Buni nechi pul qildi? 20 million so'rayapti. 20 million so'rayapti. Unisi-chi? 18,5 so'rayapti. 18,5 million so'rayapti. Bozorga sotamiz deyapti, nomer qo'ymaydi. Mana orqa korobkasini ko'rsataman azizlar. Mollarning narxi ozgina oshgan menimcha. Bunisi nechi pul aka? 18 ha? Aka nechi pul so'rayapsiz? Har xil so'rayapti mana. Hozir ichkariga kiramiz, ozgina loyida joyimiz.